Shu narsaga aldanib qolishyapti. Yoshlar ham, qarilar ham hammasi reklamaga ishonib qolishyapti. Men oldin ham aytganman. Hozir ham aytaman. Kremni ishlatib, o'ziga effekt qo'yib, birdaniga rezultat paydo qilib berishyapti. Qanaqasiga oddiy kremdan bu yuzdagi ugrilar, bu yuzdagi husnbuzar muammosini yechimi bo'lishi mumkin. Hech qanaqasiga bu davolab bermaydi. Krem faqat terining ustki qavatiga ta'sir qiladi, lekin uni tagidagi immun infeksiyalarni yo'qotib bermaydi. Reklamalardagi kremlar, har xil mazlar yoki losyonlar, toniklar, bular hammasi terining ustki qavatiga ta'sir qiladi. Lekin ahamiyat bersangiz, siz vrach oldiga, doktor oldiga kelsangiz, albatta sizdan birinchi navbatda anamnez yig'adi, keyin qanaqa analizlarga topshirishingiz kerakligi to'g'risida yo'llanma beradi. Sababini aniqlash maqsadida. Uy sharoitida qilingan bu har xil protseduralar naborot bu kasallikni kuchaytirib yuboradi. Shuning uchun nima deymiz? Har doim vrachga, mutaxassisga murojaat qilgan, buni sababini aniqlagan, so'ngra buni yo'qotgan deymiz. Hech qachon har xil kremlar bilan, losyonlar bilan, toniklar bilan yuzdagi ugrini, ya'ni husnbuzarlarni ketkazib bo'lmaydi. Siz buni surganingizdan keyin terining ustki qavati qurib qolgani hisobiga yuzim tekislashdi deb o'ylaysiz, lekin terining tagidagi bu muammo haligacha davom etadi. Shunaqangi kuchayib ketadi, bu undan ham og'ir asoratlarga olib keladi.